Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeşi'nin 51. qitimliq yig'inida Sharq Turkistondagi kishilik huquq vaziyati haqidagi dokladni muzokara qilish va Uyg'urlar haqida maxsus yig'in o'tkazish taklifi Qozog'iston, O'zbekiston, Pokiston, Qatar, Indoneziya va Arab Birlashma Xalifaligi qatorliq 19 davlatning qarshi ovoz bilan rad qilindi. Ukraina va boshqa 10 davlat ovoz berishdan voz kechdi. Ukraina parlamenti a'zosi Inna Sousun Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikqa bo'lgan qayg'usini ifodalab bundoq dedi. Men butun kuchim bilan hukumatga Uyg'ur qirg'inchiligi to'g'risida uchur yetkazaman. Ukraina mustabid Xitoyni emas, balki kishilik huquqda chang turishi kerak. Yana bir tarafdan 7-oktyabr kuni Amerikaning Washington rayonidagi Uyg'urlar O'zbekiston, Qozog'iston, Indoneziyaning Washingtonda turishliq elchixonalarining oldida namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar bu davlatlarning mazkur qaror loyihasiga qarshi bilet tashlashiga norozilik bildirdi. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Uyg'urlarning ma'naviy onasi Robiya Qodir xonim, biz Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeshida sunilgan Uyg'urlar haqidagi qarorning rad qilinishidan umidsizlanmadik, aksicha kuch to'pladik dedi. Xitoy Tashqi ishlar ministerligining buni bir g'alaba deganligiga qarata Robiya Qodir xonim bu Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeshi nuqtasidan va G'arb davlatlarining xalqarodagi o'rni nuqtasidan bir mag'lubiyat bo'lishi mumkin. Ammo Uyg'urlarga nisbatan bu bir g'alaba dedi. U yana mundaq dedi: Chunki biz bizni qo'llagan o 7 davlatga pul bermadik, ularga besim qilmadik. Xitoyning zo'r qarshiligiga qaramasdan Uyg'urlar haqidagi qarorning ovoz qo'yilishi biz uchun bir g'alabadir. Biz bu jarayonda qo'shnilarimiz va qarindoshlarimizning qandoqligini bilib oldik. Biz Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik uchirgan va lagerlarga qamalgan Uyg'urlarga vakolatan bu 7 davlatga va xalqiga rahmat aytamiz. Amerika hukumati Xitoyning harbiy kuchiga ehtiyojli xalqaro texnikalarga erishishning oldini olish uchun Xitoyga ilg'or o'zaklarni eksport qilishga yangi cheklamalarni qo'ydi. Amerika Savdo ministrligining 7-oktyabr juma kuni e'lon qilgan bayonotida aytilishicha, yangi eksport cheklamasi Xitoyning ilg'or hisoblash o'zligiga erishish, darajadan tashqari kompyuterni taraqqiy qildirish va asrash hamda ilg'or yerim o'tkazgich ishlab chiqarish iqtidorini cheklaydi ekan. Bloomberg agentligining xabariga qaraganda, Amerika Savdo ministrligining juma kuni Savdo ministrligining eksportini kontrol qilish tizimligining bir shakli bo'lgan dalillanmagan tizimlikka 31 Xitoy shirkatini qo'shgan. Bundaq bo'lganda Amerikalik ta'minlovchilar bu o'rinlarga texnika setishda yangi cheklamalarga duch keladi. 9-oyda Xitoyning mulozimat kasbi kengayishdan tarixgacha shiddat bilan tuvalladi. Sayşin Tori tarafidan e'lon qilingan eng yangi sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Xitoyda mulozimat kasbi setilish ko'rsatkichi 55 dan 49.10 dan 3 ga tushib qoldi. Shunda qilib oldingi 3 oyda ko'rilgan kengayish oxirlashdi. Rossiya Ukraina urushini oxirlashtirish taklifi bilan talash-tortish paydo qilgan dunyodagi eng boy kishilarning biri bo'lgan Elon Musk bu qadim Xitoy Tayvan krizisini oxirlashtirish to'g'risida taklif berdi. Musk mundaq dedi: Agar Tayvan Xitoy qarmog'idagi alohida ma'muriy rayonga aylansa, masala hal bo'ladi. Musk Tesla'ning zavodi joylashgan Xitoy to'g'risidagi savolga javob berib mundaq dedi: Menimcha ular Hong Kongga qaraganda texmi yumshoq belgilama chiqaradi. Qirg'iziston Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotiga qaraganda, kollektiv bexatarlik shartnomasi tashkiloti tinchlik saqlash qismining Qirg'iziston zaminidagi yemirlimas qarindoshlik 2022-yillik manevrini amaldan qoldirish qaror qilingan. Qirg'iziston va Tojikistonning chegara qo'g'dug'uvchilari o'rtasida oldin qayta chegara mojarosi sababidan to'qinish yuz berib, ikki davlat orasida ziddiyat kelib chiqqan edi.